Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti geografiya va ekologiya fakultetida bugun video darsimizni boshlaymiz. Darsimizning mavzusi cho'llanish muammolari deb ataladi. Ma'lumki, global ekologik muammolar qatorida cho'llanish nazarimizda eng xavfli muammolardan biri sanalib qolmoqda. Bir qator dunyo mamlakatlari jamiyatlarining eng ko'p qatlami e'tibori hozirda aynan mana shu muammoga diqqat e'tiborini qaratgan. Cho'llanish muammosini o'rganish nuqtai nazaridan nisbatan yangi muammolardan deb qarash mumkin va bu holatda xalqaro hamjamiyat tomonidan tan olingandek cho'llanish jahonning barcha mintaqalarida ko'plab mamlakatlar uchun uning yirik iqtisodiyoti, ijtimoiy va ekologik muammolarini keltirib chiqaradi. Zamonaviy dunyodagi eng dolzarb global muammolardan biri bu ekotizimlarga antropogen bosimning ortib borish sharoitida yer resurslarining degradatsiyalanishi, suv resurslarining qashshoqlanishi, mavjud tog'lardagi muzliklarning degradatsiyaga uchrash masalalari bu jihatdan ko'rib chiqish mumkin bo'ladi. Endi cho'llanishga atamasiga ta'rif beradigan bo'lsak, cho'llanish tabiiy ekozodinamik jarayonlar va insonning nooqilona faoliyati natijasida yuzaga keladigan o'simliklar va tuproq qoplami qurishiga, biya mahsuldorligining pasayishiga va hattoki to'liq yo'qolib ketishi va hududning chala cho'lga aylanishiga olib keladigan arid ekotizimlarning degradatsiya jarayonlari majmui deb hisoblanadi. Degradatsiya deganda biz bir yoki bir nechta jarayonlarning uyg'unlikdagi yerga ta'sir natijasida resurslar salohiyatining qisqarishi nazarda tutiladi. Xususan suv eroziyasi, shamol eroziyasi, deflyatsiyasi va ushbu agentlar natijasidagi sedimentatsiya, tegishli hollarda tabiiy o'simliklar dunyosining hajmi va xilma-xilligining uzoq muddatlarga kamayib ketishi hamda tuproqlarning sho'rlanishi va sho'rxoklar hosil bo'lishi nazarda tutiladi. Endi cho'llanishda yana shunaqangi atamalar uchraydiki, bu atamalarga ta'rif beradigan bo'lsak, chala cho'l bu arid iqlim sharoitlarida shakllanadigan dasht va cho'l landshaftlari elementlari birgalikda uchraydigan o'simlik va tuproq qoplamining uyg'unligi bilan bog'liq bo'lgan landshaft turlari. Ya'ni dashtli chala cho'llarda daraxtsimon boshoqli o'simliklar, cho'llarda shuvoq, sho'ra va boshqa turdagi o'simliklar ustuvorlik qiladi. Kamroq arid chala cho'llarda esa cho'llanishgan dashtlarda misolda ko'radigan bo'lsak, dasht zonalariga nisbatan arid iqlimlarni, ya'ni dasht cho'llarni esa cho'l zonalariga kiritadi. Ayrim olimlarning fikricha, chala cho'llar mo'tadil, subtropik va tropik mintaqalarda alohida zonalarda ham hosil bo'lishi kuzatiladi. Endi cho'l sharoitida kechadigan asosiy tabiiy jarayonlardan bittasi bu chang bo'roni atamasi bo'lib, bu kuchli shamol ta'sirida katta miqdordagi chang va qumlarni ko'chirilishi cho'l va dashtlar uchun xos hodisa hisoblanadi va bu millionlab tonna miqdordagi havoga uchiriladigan chang o'zi ko'targan manbadan ancha uzoq, ba'zan minglab kilometrlargacha maydonlarga yetib borib yerda akkumulyatsiya bo'lishi, bu Xitoy, AQSh Qo'shma Shtatlari, Misr, O'rta Osiyo mamlakatlarida chang bo'ronlari ko'p kuzatiladi. Mana o'zimizda ham Orolqum, ya'ni orolning qurigan tubidan ko'tarilayotgan chang bo'ronlari yil davomida bir necha mavsumda u kuzatiladi va Orol dengizidan qurigan tubidan ko'tarilayotgan chang, tuz, qum materiallari Orol dengizidan 500 kilometr radiusgacha yerlarda, ya'ni shu suv yuzalarida, suv havzalarida, daryolarning o'zida, ko'llarda va hosildor tuproq zonasida akkumulyatsiya jarayonlarini kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Endi mana shu cho'llanish muammolarida ularning o'zgaruvchanlik toifasiga ko'ra cho'llarning ko'rsatkichlari belgilangan. Ya'ni bu o'sha materiallarning demak fizik, biologik va agronomik, ijtimoiy yo'nalishda, ya'ni tuproq, suv, yer yuzasiga bo'ladigan akkumulyatsiyalari, o'simliklar, hayvonlar, yerdan foydalanish, joylashuv, aholi parametrlar yoki ijtimoiy jarayonlarda o'zini ko'rsatadigan jarayonlar borki, ularning o'lchamlari bir necha o'lchamlar orqali kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Bu o'sha samarali chuqurlik organik tarkib ustiga qatlamda chang bo'ronlar yoki tuz bo'ronlari va ularning oxir oqibatda sho'rlanish va ishg'ollarga olib kelishi jarayonlari kuzatiladi.
Yana atamalarga qaytadigan bo'lsak, cho'l atamasini o'ziga tavsif beriladigan bo'lsa, nihoyatda quruq kontinental iqlimga, juda siyrak o'simliklarga va asosan sho'rlangan tuproqlarga ega bo'lgan hudud hisoblanadi. Ikkinchisi, o'simliklar dunyosidan va unumdor tuproqlardan deyarli mahrum bo'lgan arid hududlar jumlasiga kiritish mumkin. Dunyo bo'yicha cho'llar 48,3 million kvadrat kilometr yoki quruqlik maydonining 43%ni egallaydi. Cho'llarning toshloq, qumli, gilli, gipsli, sho'rxoq, shag'alli, shag'al toshli va boshqa turlariga ajratiladi. Endi yana bir xavfli tomoni bu cho'llanishning xavfliligi deb ataladi. Bu hududdan xo'jalik maqsadlarida foydalanish jarayonida uning ekologik taraqqiyotini saqlashga ruxsat etilgan me'yorlardan oshib ketishi natijasida cho'llanish jarayonlarining potensial kuchayish darajasi hisoblanadi. Endi hozirgi kunda cho'llanish jarayonlariga umuman dunyo hamjamiyatida, jumladan mamlakatimizda cho'llanishga qarshi kurashish bo'yicha keng qamrovli tadbirlar amalga oshirilmoqda. Shulardan bittasi mana cho'llanishni oldini olish masalalariga, uni qisqartirish yoki hududini minimallashtirish va to'liq bartaraf etishga yo'naltirilgan texnik, ijtimoiy, iqtisodiy va ekologik majmualar to'plami borki, bu narsalar hozirgi sharoitida ham qo'llanib kelmoqda va keyinchalik ham qo'llanishi tavsiya etilgan. Mana masalan aytaylik, shu Orol dengizini qurigan tubida cho'llanishga qarshi kurashish bo'yicha u yerda demak o'sha saksovulzorlarni barpo etish, kulis metodi bilan ekish bo'yicha yoki ixotazorlarni tashkil etish, umuman olganda fitomeliorativ chora-tadbirlar amalga oshirilib kelmoqda va u o'zini samarasini hozirgi kunda bermoqda. Mana hozir aytib o'tilgandek, kulis metodi bilan ekilgan, demak o'sha saksovulzorlarning hozirgi ko'rinishini mana bu slayd orqali ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu saksovullarning qanaqadir 4 yil, 5 yil, 6 yilda vegetatsiya davriga yoki iqlimni xos kelishi, moyil kelishi natijasida 3 metrdan 5 metrgacha ko'tarilganini mana bu slaydda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi O'zbekistonda arid zonalar cho'llanishining hozirgi xaritasiga bir nazar soladigan bo'lsak, mana bu slaydda O'zbekistonning hozirgi holatda cho'llanish xaritasi keltirilgan. Va bu yerda cho'llanishning sinflari qanday uchraydi, cho'llanishning tiplari qanday holatda uchrashi xaritada keltirilgan bo'lib, va bu xarita shunday bir tilga kirishi mumkinki, O'zbekiston sharoitida cho'llanishni oldini olish borasida mana shu cho'llanishni sinflari va uni turlariga qarab turib qo'llanadigan chora-tadbirlarni birinchi darajada bajariladigan, ikkinchi darajada va uchinchi darajada bajariladigan chora-tadbirlarni belgilab olishimiz mumkin bo'ladi va bu bo'yicha hozir O'zbekistonda ancha sa'y-harakatlar amalga oshirilmoqda. Va bu holatda cho'llanishni keltirib chiqaruvchi sabablari nimalardan iborat yoki mana ko'radigan bo'lsak, cho'llanishda chorva mollarni tartibsiz o'tlatish yoki chorva mollarini haddan ziyod ko'p o'tlatib yuborish ma'lum bir yaylov zonasida yoki o'sha qishga, kuzga tayyorgarlik nuqtai nazaridan aholi tomonidan daraxt va butalarning qirqilishi cho'llanishga olib kelishi va yerlarni degradatsiyaga uchrashi, tuproqning destruksiyaga uchrashi va yerlarni tabiiy meliorativ holatini yomonlashuvi, ya'ni o'sha sho'rlanish masalalarini oqibatlari albatta bu cho'llanishga olib kelishi. Ondan tashqari shamol deflyatsiya masalalari, yo'l jarayonlarining kuchayish masalalari, bular hammasi va boshqa shunaqa sabablar borki, bu cho'llanishga olib kelishiga xizmat qiladi. Bu yerda albatta O'zbekistonda cho'llanishga kelishiga suv resurslarining taqchillanish borishi, jumladan Orol dengizi sathini pasayib borishi va Orol dengizini qurishi natijasida yuzaga kelgan Orolqum cho'lining paydo bo'lishi ham mana shu misollarga javob bo'la oladi. Endi cho'llanishni albatta hozirgi holati bilan birgalikda uni prognoz masalalari ko'pchilikni qiziqtiradi, ya'ni o'sha cho'llanishni xavflilik nuqtai nazaridan. Agarda biz cho'llanishga yuqorida aytib o'tilgandek chora-tadbirlarni bosqichma-bosqich agarda amalga oshirmaydigan bo'lsak, albatta u cho'llanish jarayonlari kuchayib ketadi va cho'llanish borgan sari bostirib borishi kuzatilishi mumkin bo'ladi. Bu xaritada albatta ko'rsatib o'tilgan cho'llanishning xavfliligi O'zbekiston arizonlari qismida xaritalar bilan ko'rsatilgan.
Endi xulosa o'rnida shuni yana aytib o'tish kerakki, mana shu cho'llanishning hozirgi kunda qanchalik ta'siri bo'ldi va qanchalik bu ahamiyatga ega bo'lgan holatda o'zini namoyon qilib ko'rsata oldi degan savolga agarda javob beradigan bo'lsak, qisqa bir joyda gapirib o'tish mumkin. Mana Amudaryo deltasida ko'llar maydoni, agarda 60-yillarda 400 mingdan oshiq bu ko'l agarda mavjud bo'lgan bo'lsa, mana uning hududi hozir 26 ming gektargacha qisqarib ketdi. Shamol ta'sirida chang tuz ko'tarilishining rivojlanishi 500 kilometr uzunlikka cho'zilib, gektariga 0,1 dan 2 tonnagacha akkumulyatsiya jarayonlari jadallashib bormoqda. 85 mingdan 273 ming gektargacha sho'rxok maydoni kengayib ketdi. Yoki 600 mingdan 30 ming gektargacha yoki 20 marta qamish maydonlari qisqarib ketdi. 1300 dan 50 ming gektarga yoki 26 martaga to'qay o'rmonlari umuman qisqarib ketdi. 150-200 kilometr radiusda iqlim o'zgarishi jarayonlari o'zgardi. 40 tonnadan 2 tonnagacha yoki 20 marta Orol dengizidagi avvaldan tutilib kelinayotgan, olinayotgan baliq mahsulotlari potensiali umuman pasayib ketdi. Xulosa o'nda yana shuni aytish mumkinki, bu yerda cho'llanishga qarshi kurashish bo'yicha olib borayotgan tadbirlarni yanada kuchaytirish va hozirgi yetishib kelayotgan yosh olimlarni ko'proq mana shu xavfli deb hisoblangan cho'llanish jarayonlariga muammolarni o'rganishga qaratilgan mavzularda ilmiy tadqiqotlarni olib borish O'zbekiston iqtisodiyotini, real sektorini rivojlantirishga albatta o'zining hissasini qo'shadi degan umiddamiz. Rahmat e'tiborli uchun.